Assalamualaikum qizlar. Bugun sizlarga o'tib bergan darsimiz zimmato, yana. Buning asosiy ketgan materiallarmi? Sumay, su, un, suda, shakar, tuz, tuxum, Endi biz qaranglar, boshda. Ma suga, ma shakarni, sap sudagi shakarni eritib olamiz. Mush bosqichga diqqat qilsanglar bo'ldi, Endi buni biz oldi bilan qaranglar, uniga tuz, suda, tuxum, mao, shakar qo'ygancha suni biroq to'kib, sumayni to'kib, biroq yug'urimiz, bu xamirni endi. Yug'urib, ravus tindirmiz, Qizlar, xamirni mushtaq qoldik. Endi biz bu xamirni kesib, inchik-inchik qilib, shu qashqa cheez qilgandek cheez qo'ylaylik, Qizlar, mana men mushtaq kesib olib buni. Inchik qotmaymiz, Mushtaq tomliqda pishib buni. Mayni bekchaq maylab atmanglar, jumi? Azroqlar, mush chaplashmagandek olib kesilib bo'ldi. Mushtaq maylab buni cheez qilib, qo'yib 40 minut atrofida tindiramiz, Men buni qaranglar, mushtarangni o'zimga mustaqil cheez qilib qo'yay, Mustaq qilib qo'ysaqlar bo'ldi, 40 minut tinsin bu. Qizlar, mana bu xamirni mayda pishiramiz emas, shuning uchun 40 minut atrofida, yarim soatdan 40 minutgacha mustaq tindirib qo'yib, ondan keyin mayga sap pishirib qilamiz. Keyingi mashg'ulotlarni birdan turib ko'raylik pishib chiqqan. May qizsin hozir, Men qozonga may qo'yib qo'ydim, qizlar. Qizlar, mana bu xamirimizni yarim soat bo'ldi tinqila. Shundoq tinib yaxshi qopib qaranglar. Buning uchun endi biz mushtaq tomliqni ishib olamiz, Qizlar, mushtaq ishib olgandan keyin biz buni uzun-uzun kesimiz, Bek kalt kesatmanglar, Bek kalt o'qasi chiroq chiqmaydi. Buning uchun nam desanglar bo'ladi, biroq nam desanglar men zimachu turmay qoldi ekan tubida. Shuning uchun sizlar buni suvga qaranglar. Suğu satlar. Bir suğu savitlar, o'ylanglar. Men zimaq dumultinglar. Zimaqchi quninglar bilan mundaq bir dumultib olsanglar, men zimaqchi chiqib ketmaydi, jumi? Shuningki buni bir ma'vo. Ayrim qochaga dumultib zimaqdan. Hammani mushtaq zimaq dumultib olsizlar. Qizlar, mana endi buni mayga sap pishiraylik, Mayga bek diqqat qilsizlar, qizlar. Menlar bak qiziqib ketmisan. So'z o't pishiramiz, qizlar, mana. Sag'ri chiroyli pishsa, shundoq chiroyli pishida, qizarib chiqqanda, juma bak oqavatmanglar, oq ovozinglar bir xil sat bo'ldi ekan. Men qizil pishishni yaxshi ko'rman. Qizlar, mana mushtaq olib kelgan pishqini juma mana. İşte buni men yerga mesoq so'mani olib qo'ydim, Qizlar, mana zimatolarni pishdi, Shundoq chiroyli pishdi. Buning uchun osta o'tda men uzunroq pishirdim. Agar sizlar oqamchi olmaysanglar bo'ldi, musa qizarib olmaysanglar bo'ldi, inchiq qilmaysanglar, to'ng qilmaysanglar, bizning bu tomroq mana shuni to'ng qildim. Tushungayiringlarni muzaytir solib chiqar, so'rayinglar.